Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hop, demak bugun 8-savol, ya'ni Prep-Pros kitobidan 8-savolni ko'ramiz. Demak, boshladik. Bizga jadval beryapti. Cylinder, volume, surface area. Demak, cylinder bor ekan, cylinder, volume, hajm, surface area, sirt yuzasi. Demek, ikkita jismning nimasini beryapti? Sirt yuzasini beryapti. Endi aytyapti. Jadval beryapti volume, hajmni, ikkita o'xshash silinderlarni. Agar radius of cylinder A, demak, silinder A ning radiusi 9 cm bo'lsa, what's the value of J minus K? Demak, what nima? Value qiymat. Demek, J minus K ning qiymati nima deyapti. Xo'sh. Demak, qaranglar. Yana bu yerda bitta similar degan so'z bor. Bu degani o'xshash. Ikkita o'xshash silinderlar. Xo'sh. Demak, mendan J minus K. Bu J bilan K nima? Sirtini yuzidan olaman ekan. Xo'sh. Menda bor 9 bor, ya'ni birinchisining radiusi bor. Xo'sh, menga sirtini yuzini hisoblash uchun nima kerak? Radius kerak va balandlik kerak ekan. Demak, birinchisini radiusi bor. Demak, radius A necha ekan? 9 ekan va endi balandlik A kerak. Uni topish uchun 1296 dan foydalanaman. 1296 pi barobar, ya'ni hajm pi r kvadrat, radius kvadrat 81 ko'paygan h. Ana bu yerdan bu bilan bo'xsar ketib, buni topsam 1296 ni bo'laman nechiga? 81 ga. Bo'lingan 81. Necha chiqyapti? 16 chiqyapti. Demak, bu 16 ekan. Endi bundan men sirtini yuzini hisoblasam bo'ladi. Xo'sh. Demak ketdi. Sirtini yuzi 2 hop SA diyoruz. 2 pi radius kvadrat. Radius necha? 9 kvadrat 81 plus 2 pi radiusi yana 9, balandligichi 16. Shuni hisoblasam nima chiqadi? SA ikkinchisini sirtini yuzi kelib chiqadi. Ikkalasida ham 2 pi bor. Olib chiqib ketdim. 81 qo'shilgan 16 kare 9 144 va bu yerdan hisoblasam 2 pi ko'paytirilgan. Xo'sh, 5 12 225. Demak, buni hisoblasam 450 pi ekan. Ana, nima kelib chiqdi? SA ning sirtini yuzi kelib chiqdi. Endi aytgan, u K pi ga teng degan. Demak, bu yerdan K pi bo'lsa, K necha teng? 450 ga teng ekan. Ana buni topib qo'ydik. Endi menga nima kerak? Ikkinchisining sirtini yuzi kerak. Xo'sh. Uni men o'xshashlikdan topaman. Ya'ni qanday qilib? 162 ming. Ya'ni o'xshashida bilamizki, ko'pincha ilzosida V2 taqsim V1 teng ilzosida S2 taqsim S1 ga. Ya'ni bu hajm bilan nimalar nisbati teng. Xo'sh, endi bu yerdan kelib chiqadiki, 162 ming pi taqsim necha? 1296 pi. Pi nimada? Ko'pincha ilzosida. Bu teng kvadrat ilzosida S2 taqsim 450 pi. Ana bu bilan bu qisqarib ketadi. Endi buni bunga bo'lsam 125 chiqadi teng buchi S2 taqsim 450. Endi 125 dan 5 chiqadi. S2 taqsim 450. Endi
Biz ildizdan yo'qotishimiz kerak, kvadrat ko'tarib yuboraman. Demak, 25 bo'lib qoladi. Bu-chi s2 taqsim 450. 450 nariga ko'payadi. S2 teng 25 kira 450 degan javob chiqadi. Nimaga p'si bor? P'si bor edi. Ana, endi buni hisoblasam 25 kira 450. 11250. 11250 pi chiqdi. Xo'p, endi aytgan. Bu degan CP chiqsa, ya'ni bu teng C ko'paytirilgan P ga. Demak, C nimaga teng? 1250 ga teng. Ya'ni 11250 ga teng. Ana, bu ham chiqdi. Endi mendan so'rayapti nimani? C minus K ni. Demak, C minus K barobar 11250 ayralgan 450. Buni ham aytsam 0 0 12 dan 4 ketsa 8, bu-chi 10800 degan javob chiqadi. Xo'p, demak bu 8-savol bo'ldi. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada berishlaring mumkin. Sog' bo'linglar.